Assalomu alaykum. Darvoza taxlatishim kerak. Yaxshi darvozani qayerdan topsam bo'ladi deb qidirib yurganlar. Hozir telefon tushirib o'tirsam, Instagramda, YouTube'da darvoza taxlaydiganlar maqtanchoqlar chiqib olib, bizda mana bunaqa, bizda bunaqa, boshqa joyda qilinmaydi deydi-da. Hozir shu darvoza qilib o'tiribman. Kagiras shu videoga taalluqli ishim bordi. Qarangda. Listi deydi, yopamiz deydi. O'rtasini teshamizdan yopganda shu teshib pishiramiz. Kantachka bilan pishiramiz deydi. Keyin boshqa joyda qilinmaydi deydi-da. Bizlar nima ish etamiz? Bizlar ham shuni qilamiz. Bunaqa o'zlaringiz ishlaringizni yaxshilab taniki bunaqa emas demangda, bilmaysizlar yo'q qanaqa qiladi deb. Mana bizlar ham shunaqa qilamiz. Bizlar ham sizlardagidek qilamiz. Raqobat yomon narsa hozir. Sifatli qilmasangiz, bundan keyingi darvozaga menimcha hech kim darvoza bermaydi. Sifat qilmasangiz, oldingi ishingizni ko'rib, keyingisiga darvozaga zakaz olasiz. Xo'p, ana meni shumka varianti bo'lsa ham ko'pchilik bizlarda shunaqa deb, bizlarda ham shunaqa maqtanchoqlar. Mana shu narsadan qo'yiladi, bir qavat qilib. Mana bitta bu qo'yiladi. Keyin mana to'lmay qoladi bu 1 santimetr joy. Buni stiglavata to'ldiradi. Stiglavatani tashlaymiz mana. Bunaqa qilib. Bu bir xil shumka varianti. Keyingisi yana ozgina narx-navosida farq etadigan, bular ikkovidan ham tekiga yuzi taraf listi yopishtirilgan avtomobilni shumka bo'ladi. O'shanda yopishtiriladi. Bu qimmatroq varianti. Bu ham yomon emas. Buni yomon deb bo'lmaydi. Bu pul uraman desangiz, ortiqcha pul uraverasiz-da. Kerak emas ortiqcha pul. Shunda ham shu bo'lgan narsa bo'ladi, shu narsa. Misol nima deydi? Ovozi gupillamasligi mumkin deydi-da. Nimasi gupillamaydi-ki? Hozir nima variant? Shpaglyopka germetik narsani yemagan holiga shunaqa ovoz beryapti. Hozir shpaglyopka narsani yegandan keyin bu o'zingizdan boshqa eshitilmaydi. Bu darvozani urgan odam. Uy chaqirib kelsangiz, o'zingiz eshitasiz faqat urgan ovozingiz. Xullas bizlarda ham shunaqa bo'ladi. Mana boli misol listini qoplashda jarayonda bunisi bo'ldi. Xullas bizlarda ham shunaqa bo'ladi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ishimizni ko'rib, keyin zakaz bersangizlar bo'ladi. Hech qanday aytilgan, kelishilgan narsadan urib qoladigan joyimiz yo'q. O'zimizni manfaatimizni o'ylaydigan joyimiz yo'q. Hammasini aytib eshitamiz, ma'qul bo'lsa qilib beramiz. Zararimizni ham ishlamaymiz. Sog' bo'lasizlar.